Barchaga assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilar hamda bizning qadrdon obunachilarimiz. Bugun biz sizlar uchun Germaniyada qulupnoy terdik hamda shu mazali qulupnoylar yordamida bugun biz sizlarga qulupnoyli vareniya qilishni o'rgatamiz. Biz 5 kilocha qulupnoy terdik, lekin uni 1 kilosini qulupnoyli vareniya uchun ajratib qo'ydik. 1 kilo qulupnoy ustidan 700 gramcha shakar sepishdan ishimizni boshlaymiz. Shakar erib, qulupnoyning o'zini tabiiy suvi chiqqungacha kutamiz. Suvi chiqqandan so'ng tagini yoqib, ko'piklari chiqqungacha qaynatamiz. Ko'pigi chiqib qaynashni boshlagandan keyin 40 sekund kutib, 40 sekunddan keyin tagini o'chirib 3 soatga dam oldirib olib qo'yamiz. Dam olgan qulupnoyli vareniyani yana gaz plita ustiga qo'yamiz. Taxminan 25 minut, 30 minut davomida qaynatamiz va уже pishgandan so'ng bankalarga solib, bemalol ustini yopib, qish uchun olib qo'ysak bo'ladi. Ta'miga keladigan bo'lsak, gap bo'lishi mumkin emas. Mana o'zingiz ko'rib, rangiga hamda ko'rinishiga baho bersangiz bo'ladi. Hayotgancha videoga like bosish hamda fikringizni kommentariyada bildirishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Oldinda sizni bundan ham qiziq videolar kutib turibdi.